Octagon, assalomu alaykum. I'm forward, deep in this jamming, and I'm winning and running some baby. Plugging on chase, gonna make the escasion. So I'm running this shit like I'm Jaeger. Went from honey to sipping on baby. Switch to a different beat. O'rtoqlar, sizlarga bitta kichik sirni ochaman. Kelayotgan Octagon turnirida jang qilaman va unga menga raqib izlashyapti Octagon. Undan keyin esa Kamil bilan trilogiya bo'lishi haqida aytishgan. Xullas, men o'zimga raqib deb kecha yaqinimiz, jigarimiz Gold bilan urushgan bolani berishingizni xohlardim. Agar sizlar xohlasanglar, o'rtoqlar, bu jang bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Mana shu kommentga Octagonni maksimal belgilaymiz va qo'llab-quvvatlashinglarni xohlayman. U bolani men bemalol yutaman. Borib, bolani bemalol barbaqa, bemalol xohlagan o'zini stilida yutsa bo'ladi. Xullas, bu jangni bo'lishi sizlarga bog'liq, o'rtoqlar. Nima deymiz? Men tayyorman. Octagon bu jangni beringlar. Xudo xolasa, chiroyli g'alabalar bilan sizlarni xursand qilishga va'da beraman. Omad yor bo'lsin, O'zbekiston chempioni.